Pul 500 ming so'm pul beraman. Yirtsa bo'ldi, ikkicha bo'lib tashlaydi, tamom. 500 ming so'm pul beraman. Ben gördüm, lekin ben dedi, bunchalik darajada ekanligini bilmadim dedi. Bir dona tutib ko'rgan vaqt. Sap-sari edi. Urgan vaqtimizda. Bu qarayib ketdi. Lekin bunga hech olmaman. Restoran ochyapsiz. Neobычный narsa kerak. Ina bu. Siz uchun shu narsa bizada. Ochkakka qo'ydasizda keyingi safarda ochkakka qo'yib ochkini asosdan ko'rib yuborasiz. O'tirib, seylab, ko'rib, haqlarınızı olishingiz mumkin. Lekin tüm güzellikleri. Jaket diktirip vereyim mi ya şundan? Yırtkana pul veremen dedim, bulmadı. Yırtsan aboy veremen dedim, bulmadı. Şimdi neyse, kim yırtıp bilerdi şunu? Bu aboy dese köpçülük aboy emas dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugün Zellux aboy do'konidamiz. Sizlar uchun premium kачестводagi aboyni ko'rsatib o'tamiz. Bilasizlar, ko'p marta, ko'p narsalarda chiqarib aytganmiz buni. Chiqarib aytganmiz. Bu aboyimiz material aboy. Endi ko'pchilikning xabari bor. Toza ko'rib o'tirgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizda, undan başka eldinki videolarımızdan bor. Ötüp yorub basanız da bo'ladi. Bu yırtıp bo'lmaydiribdi hozir. Bu ipekten tayyorlangan. Hamma yerine naqlari chiqib turibdi ko'zinde. Naqlari chiqib turibdi. İpek bu. Dokulingan, minnindan dokulingan bo'ladi. Agar kimdir yırtıp bersa shu aboyni, haqlasa pul beramiz, haqlasa aboy berib beramiz. Pul 500 ming so'm pul beraman. Yırtsa bo'ldi, ikkicha bo'lib tashlaydi, tamom. 500 ming so'm pul beraman. Yine sizlar obunachilar. Endi bu necha bo'ladi? Shu haqida bugun gaplashamiz. Buni yapıştirish o'zi necha bo'ladi? Yapishgandan keyin chidamlimi bu narsa? Chidamaymi bu narsa? Necha vaqt turadi bu narsa? Ya yapıştırib bo'ladimi bu narsani, ya yapıştırib bo'lmaydimi bu narsani? To'liq sizlar bilan shu narsani ko'rsatib o'tamiz. Endi bu issiqda, sovuqda necha bo'ladi, ularni ham gaplashamiz. Ko'chaga urib ko'p. Bu yozda remont bo'lgan, yozda remont bo'lgan. Mana qarang. Hech nima bo'lmaydi. Nechundan inon bu narsa sap-sari bo'lgan bu narsa. Sap-sari edi. Urgan vaqtimizda. Bu qarayib ketdi. Lekin bunga hech olmaman. Mana bizani Xorazm missisini chidab turgan uchta material aboy, tiyam material aboy. Ko'chada turibmiz. Yomg'ir, qor, por. Yana xudo xolasa ko'karib ketdi bular. Yozga yaqinlashyapmiz. Yana bir oydan keyin yozga chiqamiz. Endi ichana girib sizlarga ham bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Buni o'zini dekorlari bor, tovus, yana bir narsa, 10-15 xil narsasi bor. Bular 100% do'kilgan. Buni milyon marta aytsak ham gelip ko'rgani, ben gördüm. Lekin ben dedi, bunchalik darajada ekanligini bilmadim dedi. Bir dona tutib ko'rgan vaqt 7 kat bo'lib do'kilingan narsa ish. 7 kat bo'lib. Shuni svejiy turadi, живой makanda bo'ladi adam. Buni ko'rib. Endi bu yerda bizada buni necha seylab olasizlar. Seylab olish shuningdek bo'ladi tartibi. Birinchi o'zi sho'rda pakazda qistirib qo'yganlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Pakazda qistirilgandan nechik turishini. İkinci navbat galaslardan shunday o'tirib olib, bir de gelin beyim bilan kelgan bo'lsangiz, ya onajoningiz bilan kelgan bo'lsangiz, ya ustalar bilan kelgan bo'lsangiz, o'tirasizdan maslahatni berasiz. Nechiki kerak sizga deb savol beramiz. Klassik bo'lsinmi, yo bo'lmasa aziatskiy bo'lsinmi, yoki bo'lmasa oddiy однотонный bo'lsinmi deymiz. Biz однотонный dedik. Sharta balki katalogimizdan olamizni oldina beramiz. Ochadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan sertifikat hamma narsasi bo'ladi. Nishab ishlab chiqarilishi, do'kilib turishi. Novdan kichkina naqd o'tib yotib, nishab do'kiladi. Haqiqiy gilam do'kilganini ko'rgan bo'lsangiz, shu gilam do'kilganni aytib do'kiladi bu narsa. Keyin buni qatlari, har bir narsa novdan bo'ladi. Oxirida keyin nechik bo'ladi. Yana bundaymi? Naqdlari nishab rang beriladi. O'tdik. Однотонныйlarni vibrini ko'rib olsak bo'ladi.
Bular ham yirtilmaydi. Yangi aytganimizdek, yirtilmaydi material. Okay? Attachment uzor. Kroshka. Endi bu betdan o'tamiz biz. Yopishganni xohlasangiz telefoningizda QR kod orqali ko'rsatib ham beramiz. Endi однотонniga qarang. Vibrini. Shu uzorni 1, 2, 3, 4 xil rangi bor. Mana apelsin svet deysizmi, bejevый svet deysizmi. Endi devordan ishlab chiqish. Bundan ham o'tdik. Endi hozir eng trendga chiqib turgan rang Tiffany svet. Mentol rangimiz. Mana seri bejevый bakang yopish, ishlab chiqish. Endi bu narsaga qarang. Go'zallik. Bu nechga oladi buni razmeri? Razmer balandlik 3 metr. Uzuni nechalik kerak bo'lsa 70 metrgacha butun beramiz. Ya'ni bir devoringizdan to aylantirib ham berib bilamiz. Ya shu devoringizni o'zini etkidingdan aytsangiz, shu o'zini etkidingdan beraveramiz. Muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana svetlari, ranglari, yopishlari hammasi ko'rsatib o'tilgan. Endi nima qarasangiz, chising, dekorativniya, ya однотонный qidirib bo'lgan klientlar uchun. Oq, sarisi, bejevый rangi, xohlan rangida bo'ladi. Keyin bunda yana bu rangga qaranglar, pushti rangi. Va meni qizim dum yaxshi ko'radi. Aka pushti rangda kiyapman, pushti rangi. Popkasi ham, kurtkasi ham ko'rib pushti. Qizlar dum yaxshi, qizi bor insonlar biladi. Endi bu rangga qarasangiz, okay, jinsiy rang. Va boshqacha. Yani однотонный, to'g'ri, однотонный yo'li bor. Bizda ozgina Jakarta zo'r ishlaydi. Makaran. Temniy svet qidirib yursizlar. Milliycha gul restoran ochyapsiz. Neobichniy narsa kerak. Ina bu siz uchun shu narsa bizda. Kombinatsiya uchun. Bedam однотонный, lekin attachment sifatida bular. Mana dönadi bular. O'zgaradi, dönadi. Libboyini o'zingiz, oilangiz, ya ustangiz, ya jo'rangiz, ya og'ayingiz bilan kelib ishlab o'tirib, birin ko'rib, sifatini ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin. Bu yerda yana dim ko'p variantlari bor. QR kodni tushsa, uydagi 3D effektni olib bilasiz. Hozir bir ko'ramiz, QR kod necha chiqadi. Kiramiz. QR kodda. Oh, chiqdi. Chiqdi. Yine şu resim. Böyle. Bakarak. Gördünüz mü? Şunun şarait bak. Bize de geledi. Yine. Eğer açık erkek koydasanız da keyingi sapanda açık erkek koyma açık inasasından görüp bir resim. Şırp etdi. Patologu, devali, bu xonasi yine eshikdan kiradi, orqa xonasi, shkafi, hamma narsasi. Ha bu nishatib belganda belgan. Manzarali. QR kod orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Gapni qisqasi buni har birisida yana ishlanish tartibi narsa bor. Bu yoqqa. Hozir ko'chada urilgani shu. O'tindi. Bu infeksiya. Voy, nima deydi? Wow. Imakaning high-tech ikki saralashgan. Endi imakaning. Bu narsani ko'ring, bu narsa. Voyda. Hoca aka, snoviza tushadimi? Точно. Ne uzun. Ben bunu ko'rganman. Endi ben bu sohada 18 yil oldu. Oldinlar lyustram qistirar edim. Oldin uylarga borib lyustra qistirganman butun yo. Katta qadimki boylarning uyina borganman. To'g'risi o'zi minning gullarni ko'rganimda İtalyan o'zidan, Germaniyan o'zidan oldirganmiz degan vaqtlarindagi gullar hozir ko'rib yodimga tushib turibdi. Bu Hindistondan bo'ladan bo'pti-dani. Тем более material bo'ydada eng klassi vishshi. Buyini sho'rnizda yana QR kodlar uyingizdan ishlab chiqishini ko'rib tayyor olishingiz ham mumkin. Nima qarang.
Bu katalogni ko'rib chiqinchasi o'zi bir kun vaqtingiz ketadi ekanda. Buna qarang. Hey. Svetlarga qarasangiz. Mana qarang. Oho. Bundan tashqari yana da bir katalogni ko'rsatamiz. Bu shunday katalog ena. Bu haqiqiy do'qilingani. Bu vishibga qilis. Buni o'zini ko'pchilik ena bobida tayyornam bir de ko'rib berishlari mumkin aka. Kelib bemalol nishab turishini. Buni qat do'qilib ketgan. Hozir bundan zakaz berilgan bir 3-4 klientimizga sotganmiz. Bu kun ham bir zakaz olganmiz bundan. Keyin olmamina. Boyatasini o'yladim, to'g'ri keladi mana shu. Endi bu boshqacha turadi. Hamma svetidan bor, xohlagan svetingizdan bor. Qaysi sveti kerak? Material bo'yicha to'g'risi kelib ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'tirib, seylab, ko'rib, xohlaringizni olishingiz mumkin. Lekin dim go'zallik berilgan. Endi premium kачествоni uni nechun yirtsangiz pul beramiz deb turibmiz. Bu ipak bo'lgani uchun yirtsangiz o'zi to'g'risi qo'llaringiz qiyilib ketadi. Yani yirtamanda o'zim ham qo'llarim qiyilib ketdi. Aytsakim, sifat. Bu birinchi. Ikkinchi, baboni yopishtirdingiz. 5 yil o'tdi. Aradan 5 yil vaqt o'tdi. Yechiringda stih yo'q. Shuni ko'parib olib orqaxonangizga bemalol ishlatib bilasiz. 100%. %100 havo o'tiradi. Bu bir. %100. Ikkinchi, allergiya chaqirmaydi. Uchinchi, sizda agarda sho'ringizda har xil hidlar bo'ladigan bo'lsa, yo'qotadi. Buni ichki oladi. O'zundan zo'r hid kelib tursin desangiz, har hafta bir kun o'zingizga yoqadigan aromatni olasiz, do'qilgan yerlarni sepib qo'yasiz. Bir haftadan isini uyingizda tarqatib turadi. Polnisti. Sababi bu zamushtingab o'zini narsa qiladi. Yuvib sirib olish o'ta zo'r. Hech qanday iz qolmaydi, hech qanday dog' qolmaydi. Polni yuvib, polni sirib olaverasiz. Agar shuning eng yaxshi, eng sifatli narsalarni olaman deb bo'lsangiz, Zallik hisoboy do'konda sizlarni kutib qolamiz. Bemalol novi gapingiz, novi savolingiz bo'lsa, shu ko'ringan ekrandagi nomerlar bilan bog'laning, savollaringizga darrov javob beramiz. 1000 marta, 2000 marta gaplardan bir marta gap shuni bir ko'rsangiz, zamonning nerina keldingiz, kelajakdagi oboy nechik bo'lishini siz darrov bilib olasiz. Asa qarindoshlar, sog'inglar. Hali ham shu podpiska bosmay, har vaqtdan bir ko'rib ketgan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Keyingi videolar bundan ham boshqacha bo'ladi. Sog' salomat.